Jangchi. Badaviy tarixiy asar. 7-qism. Saqib g'oba bu gapning Kahin astinasdan deyilishini o'ylabmi boqmagan edi. Hokim nahayda ochiqlab ketgan bo'lsa-mu, o'zini besib turib gap boshladi. Kahin hazratlari, siz 360 tal ilahimizni tashlamoqchimisiz? Bu ilahlarni yasash, ularga ism qo'yish va kishilarning e'tiqodini uningga bo'ysundirish uchun sizning ajdodlaringiz qanchalik arziyat chekdi? Buni bilamsiz? Kahin astanas yog'ochdan bo'lgan bir taxta sahifani qo'lida ko'tarib olgan bo'lib, uningga bo'lgan tushunchisini hokimga tushuntirishga tayyor edi. Hokim janoblari, so'zlarimni quloq solib anglang. Musa o'z ilohlaridan elib kelgan kitob noyid mukammal demoqchiman xolos. Bu kitobda butun koinotni yolg'iz bir iloh yaratganligi isbotlangan va shu ilohga ibodat qilishga majbur ekanligimiz aytilgan. Hokim g'azab bilan voqirdi. Majbur bizdan. O'ylab biqib gap qilyapsiz Kahin. Balkim siz majbursiz, ammo men majbur emasman. Men o'z ilohlarimdan voz kechmayman. Ularga ota-bovularim ibodat qilib keldi. Bu ilohlarning yordamida saltanatga erishdim va katta kuch-quvvatga to'ldim. Endi Musaning kitobiga ishinib, shuncha cho'ng kuch-quvvatga to'lgan hokimiyatimni yolg'iz ilohga topshiramdim. Hargiz, hokim janoblari hargiz. Kain oldirab so'zini boshladi. Maqsadimni to'g'ri bildiranmagan o'xshayman. Musa odamlarga o'qitgan bu kitob bek xatarlik. Podshohimiz Jalot uni cheklab to'g'ri qilgan. Unda qilmaganda bu kitob bizni yo'ldan chiqaradi. Shundoq. Shuning uchun ulug' podshohimiz bu masala to'g'risida bir qancha plan tuzgan. Yaqinda Musaning barliq agash kuchlarini qilishdan o'tkazamiz. Bu ishni ilgari Babil hukmdori Fir'avn Namrud boshlagan. Ammo oxirga elib chiqolmadi. Shunga bu ishni podshohimiz Jalut oxirga yetkazdi. Kahin bu so'zni tasdiqlash pozitsiyasida yoki xushomat yuzsidan ilohlarimiz yordam bersin dedi. Saqib g'oba o'z gibidan o'zi zo'qlanib, o'rnidan turib, qasrning eng osti tarafini bo'ylab tezlik bilan mengishga boshladi. Musaning agash kuchlarini o'ldirib yo'q qilsak, podshohimiz Jalutning iloh ekanligi tasdiqlanadi. U kishi 361-rahbar iloh, ya'ni Xudo bo'lish oldida turibdi. Shundoq Musaning barcha agash kuchlarini qamab, uning Shamvil degan o'rin bosarining beshini uzgan kunim hammasini bir maydonda ko'rdirib o'ldirman, dedi. Kahin davomli Saqib g'obining gaplarini ma'qullashimi, uning ichida qandaqdir bir andisha bo'lib, yuzida ham ko'rinib turadi. Hazratlari, bu uzun yillik plan. Musaning yo'liga agashganlarni tal-tukus yo'q qilish bilan 40 yildan buyon avorimiz. Biroq yetarlik natija ko'rmadik. Biz ularning sonini har yili hisoblaymiz. O'ltiramiz, qamaymiz. Biroq ularning soni kemaymadi va ularni o'ltirishimiz maqsadga erishishimizga yetarlik bo'lmaydi. Zamziz 2 o'z davrida Yahudi qavmining o'g'illarini o'ltirib, qizlarini qoldiradi. Kahin, hokim janoblari, Musa ularni osmondan vahiy elib kelaman deb ishondirdi. Raqib va bolalari uningga agashdi. Bu ularning ustida zulmni ko'paytirdi xolos. Musa bu qavmni Aksa Harun bilan 40 yillarcha tarbiyaladi. Qulluqdan himmatni unutgan, paskashlik, osiylik va yolg'onchilik odatiga aylangan bu qavmning uyg'onishiga ishonmaganlar noyid ko'p edi. Biroq ishining oxirida ular uyg'ondi va hammadan afzal bo'ldi. Buning bilan nima demoqchisiz, hazrat? deb so'radi hokim maslahat elish ohangida. Demoqchimanki, bu qavm bilan kurash qilishdan ehtiyot qilishimiz lozim. Biz uzundan beri yillab kurash qildik-yu, ammo natijada yanala biz yengildik. Ulardan chala qo'yganlarimizni ortiqligi bilan ularda ko'ramiz. Hokim g'azablanib o'rnidan turdi.
Şu kadar g'azablandi ki barmoqlari titrab ketdi. Shuncha kurashlaring bekor bo'ldi. Baribir mag'lub bo'lasan demoqchimisiz? Kahinlar xudosi bilan qasam, meni xato tushundingiz janobi hokim. Tezlik bilan ovozini ko'tardi kahin. Barliq xudolar ularni yakson qilsin. Ularning xudosi bizning 360 xudoyimizga teng kelalamdi. Bu gap Saqib G'obiga xili yoqdi. Bu gapingiz to'g'ri hazrat. O'yladan tushib siz Yahudi bolalarni faqat maqtadingiz. Ularning qalbida bizning yo'limizga muhabbat borligini unutmang. Unutish mumkinmi? dedi kahin. Musa bu ahmoqlarni Fir'avndan qanday qutqizganligini yodingizdami? Dengizning ichidan elib o'tdi deyishdi. Biroq Musa 30 kunda kelaman deb o'z xudosi bilan gaplashgili taqib ketdi. Ammo 40 kunda keldi. Shu vaqtda bular nima ish qildi? Hatto Musaning aksimi biror narsa qila olmadi. Ularning qilgan ishi bizning qalbimizdan derak, dedi ishonch bilan kahin. Bak to'g'ri, Muzayning haykalini yasab uningga ibodat qilishdi. Bak yaxshi ish bo'ldi bu. Osmondagi yolg'iz xudosini qo'yib Muzayga cho'qingan bu qavm albatta bizning mulkimiz bo'ladi va bo'ldi ham. Bundaq holatda ansirashga o'rin yo'q, hokim janoblari. Bu ish to'g'risida podshohimiz Jalut mendan suyunadi. Planning bir qismi shuki, Musaning agash kuchlari ichidan Muzay parastlarni tepishimiz kerak. Ular o'z xudosiga boshqa birini sherik qilsa bo'ldi, bas tugashdi. Shubhisizki, saltanatni ishga podshoh boshqursa, xalq parakanda va xor bo'lishi aniq, dedi kahin. Ha, bu ishni siz qilasiz, hazrat. Xudolar bilan maslahatlashib qilasiz. Bajandil, ishimning tartibi qandoq? Qiziqdi kahin. Nima uchun Musa keltirgan kitobni o'qidingiz? Bilamsiz? Albatta bilaman. Dushmanning zaif yerini shu kitobdan tepish uchun o'qidim. Topdingizmi? Kitob nihoyatda mukammal ekan. Biror xatolik topolmadim. Holbuki men murabbiy qonunlarini ham fir'avnlarning yil nomlarini o'qiganman. Har qanday kitobdagi yolg'on, zaiflikni uning yozilish uslubidan biladim. Biroq Musaning kitobida biror yolg'on topolmadim. Baktiz o'qigan o'xshamamsiz, deb so'radi hokim. Yana bir oz tirkib. Undaq bo'lsa kitobni yolg'on bilan bo'yang. Yanala kahin hokimning asli maqsadini tushunolmagan edi. Qaytadan tushuntirib aytdi hokim. Tavratning ba'zi oyatlarini elib tashlab, o'rniga o'zingiz yozing. Yozolmasangiz koni afsonalardan ko'chiring. Tavratni o'zimizga mos qiling. Astinas bu talabni hatto tasavvurmi qilmagan edi. Ishidan qo'rqib ketdi. Tavratning orqasidagi buyuk ulug'liqni his qilishga boshlagan edi. Har qanday ishni gunoh emas deb qarasam, Tavratni o'zgartishni to'g'ri ish deyilmaydi. U Tavratni Musaga bergan Xudo uni o'zgartgan har qanday odamni qattiq jazolashga ishinib bo'lgan edi. Shuning uchun nafsini yutib, jim turib qoldi. Nemishqa gap qilmaysiz? Ya buyuntavlik qilamsiz? Hokim tahdidlik savol berdi. Buyuntavlik qilmayman hokim janoblari, dedi kahin chiroyi o'zgarib. Ammo Tavratni o'qigan odam men yozgan oyat bilan asli oyatni tizdan farqlantira oladi. Chunki bu kitobni yozish insonning qo'lidan kelmaydi. Hokim kahinning bu javobidan rozi bo'lmadi. Ammo bayon qilib ochiqlab ketmadi. Saqib G'obining taxtiga bir shahona qilich qo'yilgan edi. Berib qilichini elib kanadan chiqardi-da o'ynatdi va kahinga savol berdi. Undaqda sizdan qiladigan ishingiz nima, hazrat? Xalqning dardini xudolarga yetkazish, dedi keskin past ovozda. Bizning dardimiz-chu. Hokim hukmdorlarning dardi qayerda qoladi? Shu ahmaq xalqni beqish dushmanlardan qo'g'dash uchun qon to'kyapmiz. Qon yutyapmiz. To'g'rimi? Ibodat xollaringizga o'ljilarning sarxillarini beryapmiz. To'g'rimi?